Сейчас мы навешиваем вот на ворота. Biz hozir qopqani ilamiz. Ilk munda kirib yeri turgan bir eshik gina bor edi. O'zib yerga o'ng'aysiz edi. Hozir endi ochila turgan zo'r qopqalar bo'lacak. Petrovskiy posyolugi ziroatdan hozir mana shunday yangi motor quymalar ham qopqa bezab turashak. Avul shirligini bu ishda Shulpan o'rmonchiligi og'ash materiallar bilan yordam etgan. Amana tegiz etib qo'yilgan rashatkalarni bu yerda avuldoshlar bo'lishmoqchi. Как можно остаться без помощи этой кладбища, потому что Ziroatni tartibga keltiruvda bo'lishmisha bo'lamini? Baribizda bora turgan izga o'rin bit bu. Biz avul xotin-qizlari bir yo'l kunida jiyilib quymalarni bo'yargan edik. Buning uchun kim ko'pmi bo'ldira ola oqsha berdi. никто в стороне не остался. Yılor avul jirliginde 11 ziroat hisoblana. Shularning durtisi yo'qqa chiqqan kichkina avullarga ham posyoloklarga qaray. Ularda ko'pdan endi birovni da ko'nmilar. Ammo avul jirligi bir mangilik yurt turunda da unutmay. Работа с кладбищами ведется у нас ежегодно, регулярно. Ziroatlarni tartibda tutarga tirishamiz. Eski quymalarni almashtiramiz, territoriyalarini jiyishtiramiz. Bu ishga butun avul xalqi tortila. Уборка территории кладбища. Ziroat izga o'rin, ona tartibda tutuv bugun isanlarning urushi. Shukr, Yilor avul jirliginde bu ishni ko'pdan joyga solganlar. Недели